Namazda telefon sayrab ketsa qanday qilamiz? Fatvo komitetining 1870 nomerlik fatvosi. Savol: Bir necha kishi uyda namoz o'qiyotgan edi. Telefon kelib, telefon ovozi xili uzoq jarangladi. Bu holatda oldiga yoki keyniga bir qancha qadam mengib, telefonni elib, ishik chekkan kishiga namoz o'qib o'tib, ishik ochib bergan hadisga qiyos qilib, namoz o'qiyotganligini bildirish uchun Allohu akbar desa yoki chinroq qiroat qilishi durust bo'lamdi? Javob: Kishi namoz o'qiyotganda telefon sayrab ketsa, qibladan yuz o'rmaslik sharti bilan oldiga yoki keyniga, o'ngga yoki so'lga bir necha qadam mengib telefonni olsa, telefon urg'uchiga subhanalloh desa durust bo'ladi. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda buni hadis rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizining qizi Umamani ko'tarib namoz o'qidi. Rukuga borganda uni yerga qo'yatdi. Rukudan turganda ko'tarib olatdi. Imom Muslimning rivoyatida mundaq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam navrisini ko'tarib olgan holda kishilarga imom bo'lib namoz o'qidi. Imom Ahmad va boshqalar Oysha onamizdan mundaq hadis rivoyat qilgan. Bir qatim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyda ishik ichidan taqoqliq holatda namoz o'qiyotdi. Men kelganimda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelib ishikni ochib berib, ondan namozni davomlashtirdi. Ishik qibla tarafda edi. Yana Imom Buxoriy va Muslim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Sizlarga namozda biror ish yuz bersa, erlar subhanalloh desin. Chavak chelish ayollar uchundir. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, oil tavobatlarga va sahobalarga duo va salomlar bo'lsin. Fatvo berguvchilar: Alloma Abdulaziz ibn Baz, Abdurrazzaq Afifi, Abdullah ibn G'udayyan, Abdullah ibn Qavut. Mujtahidlar fatvolar tori